Assalamu alaykum, hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanınızda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdel xəbərlər proqramısı. Mazkur proqramımızda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadir xanım 2 sentabr Washingtonda o'tkazilgan Tibet qo'zg'olonining 53 yillik xotira faoliyatiga qatnashdi va dunyo jamoatchiligini Xitoyda bargan sari yomonlashayotgan Uyg'ur va Tibet vaziyatiga diqqat qilishga chaqirdi. Yakshanba kuni Amerikadagi Tibetliklar dunyoning har qaysi joylaridagi Tibetlar bilan birlikda Tibet demokratik qo'zg'olonining 53 yilligini xotirladi. Bu qitimqi yig'ilishga Amerikadagi ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari taklif bilan qitilgan bo'lib, yig'ilishga yana Rabia Qadir xonim taklif bilan qatnashgan edi. 5 iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan yana bir kishining kimligi oydinlashdi. U bo'lsa 1987-yili Qashqa Bashkiramda tug'ilgan Abdukerim Abladir. Abdukerim Abla 2009-yili 8-oyning 13-kuni Urumchi Do'nko'rikdagi do'kondan tutib ketilgan. Ailəsinin radiomuzga aşkarlashicha, ayni chaqda 22 yoshga kirgan Abdukerim Abladin ta hozirgacha hech qanday uchur yo'q. 5-iyul vaqasidan keyin minglagan Uyg'urlarning izdiraksiz g'oyib bo'lganligi ilgari surilayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha bulardan 20 necha nafarning kimligi oshkorlangan edi. Pakistondagi chet ellik jihatchilar tarkibida Uyg'ur va bir qism sobiq Sovet ittifoqiga tava rayonlardan kelgan jihatchilarning ko'payishi Xitoy, Rossiya qatorliq ellarni andishiga solgan. Birlashma agentligining sobiq Pokiston bexatarlik amaldori Mahmud Shohning so'zini naql keltirib ilgari surishicha, Pokiston qabilalar rayonidagi afrikalik arab jihatchilarining navbatdagi soni 1500 atrofiga tushib qolgan. Biroq Uyg'ur, O'zbek, Turk, Chechen, Dog'istonlik va Germaniyalik jihatchilarning soni 3500 dan 4000 ga qadar yetib qolgan. Analizchilarning bildirishicha, Pokiston qabilalar rayonidagi jihatchilar to'pining tarkibida yuz bergan bu xil o'zgarish Germaniya qatorliq Yevropa ellarining sezgirligini qo'zg'agan bo'lsa-mu, biroq bu Xitoy, Rossiya uchun yangi bir raqobatning beshorati ekan. Amerikadagi vaziyat kuzatuvchisi Ilshad Hasan apandining ilgari surishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarni davomli bostirib, ularning har jihatdagi o'zini ifodalash huquqini rad qilsa, bir qism kishilar bu xil xalqaro islomiy jihad harakatlariga qatnashish orqali o'zini ifodalashga tirishadi ekan. Stokgolmda yilda bir qitim o'tkaziladigan madaniyat yarmankasida Uyg'ur ma'rif uyushmasi Uyg'urlarni tanishtirdi. Yarmanka 1-sentabr Stokgolmdagi Tenista bozor markazida ochildi. Yarmankani Stokgolm shahrining Tenista rayonlik hukumati o'rinlashtirgan bo'lib, Uyg'urlarga vakolatan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi yarmankaga qatnashdi. Uyg'ur ma'rif uyushmasi yarmankaga Uyg'urcha yemekliklar, bir qism madaniyat buyumlar va tashviq varaqlarini elib chiqqan bo'lib, ular yarmanka xaridorlariga Uyg'urlar haqida uchur berish, tonishtirish imkoniga erishdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Nijat Turg'un ziyoratimizni qabul qilib, buning Uyg'ur milliy da'vosi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Yevropaga kelgandan keyin egilik tiklashga boshlagan Uyg'urlarmi bargan sari ko'payishga boshlamoqda. Bulardan biri Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'ur tez tomoqxonasining xo'jayini Abdulmit Tursun apandidir. Abdulmit Tursunning bildirishicha, Uyg'ur tez tomoqxonasi navbatda bozori xeyli ishtik tez tomoqxonalardan bo'lib qolgan. Yevropada egilik tiklab qad ko'targan Uyg'urlarning yana biri Germaniyaning Myunxen shahridagi Ipak yo'li tez tomoqxonasining xo'jayini Ilyar Umar apandi. Ipak yo'li tez tomoqxonasida ishlayotgan bir Uyg'ur kishining bildirishicha, tomoqxona bargan sari ro'naq topmoqda ekan. Xitoy doiralari yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, butun Uyg'ur eli miqyosida AIDS bilan yuqumlanganlarning soni 36 mingdan ortiq bo'lib, bularning ichida Uyg'urlarning soni 27 mingdan oshadi ekan. Shuning bilan Uyg'ur tor bekatlarida Uyg'ur AIDS yuqumdorlar nisbati haqida jiddiy inkoslar qo'zg'algan. Bu haqda to'xtalgan Kanadadagi Uyg'ur ziyolisi Ruqiya Turdush xonim mundaq dedi: Mayli bu sonliq ma'lumot rost yoki yolg'on bo'lsin, amaliyat shuki, Uyg'urlardagi AIDS masalasini Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan siyosatdan ayirib qarashga bo'lmaydi. Uyg'urlar masalaning negizini to'nib yetib, o'zi harakatga o'tmaguncha Uyg'urlardagi AIDS masalasi texmi ig'irlab boradi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.